والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugünkü sohbet temisi yani şu vatan teması da buludu. Yani İslam'da vatan hukumu nime degan tema. Tüngün bir ayet okugan, bu ayetninki mezmununu tügetemegen. Yani şu mezmunga qaytımız qarindoshlar. Bu ayette Rabbimiz şunday deganti. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ تَبَّوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Yani bu mezmuna dikkat kılaylı. Yani ikinci mezmun, bu ayetten çıkıdığın ikinci mezmun, vatanın iyilik hukukunu kolda tutuş, vatanını başkuruşta hakimiyet beşili buluş mu, iman bilen okşaş orunda koyulgan. Dikkat kılaylı. Vatanın iyilik hukukunu kolda tutup duruş Müslümanların. Vatanını başkuruşta Müslümanların hakimiyet beşili buluşu mu, iman bilen okşaş orunda koyulgan. Ve hatta imandan burun zikr kılıngan. Tebbevve'ud dâre vel imane. Dar, imandan burun kelidu. Yani vatan ve iman dem. Bu ayetinin mezmununa dikkat kılaylı qarindoshlar. Mezmun şu. O muhacirlardan burun yurtıga ve imanga yerleşken ensarlar. O muhacirlardan burun yurtıga ve imanga yerleşken ensarlar. Bu cümlede ensarlarning muhacirlardan burun yurtıga ve imanga yerleşkenligi tilga ilinib ensarlar alayida maqtılıdı. Halbuki emeliyette muhacirlar ensarlardan burun iman etgan ve muhacirlarning öz vatani bor, muhacirlarning vatani Mekke ayna. Muhacirlar Mekke'de yaşaydı, ensarlar Medine'de yaşaydı. Her ikisinin vatani var. Muhacirlar ensardan burun iman etgan. Şundaq turuluk bu cümlede ensarlarning muhacirlardan burun yurtiga ve imanga yerleşkenligini tilga ilib ensarlar alayida maqtıldı. Undaqda nima üçün bu ayette ensarlarning muhacirlardan burun yurtiga ve imanga yerleşkenligi alayida tilga ilinadi ve maqtıldı. Çünkü ensarlar iman etganda ularning yurti Yesrib, hazırki Medine deymiz onu. Öz vaqtdagi ismi Yesrib, hazırki ismi Medine. Ensarlar iman etganda ularning yurti Yesrib, ularning iyilik hukuku ostidaydi ve ularning kontrolligi deydi. Ama muhacirlar iman etganda ularning yurti bo'lgan Mekke, ularning iyilik hukuku ostida emas edi. Ve ularning hakimiyeti aslında emas idi. Gerçi muhacirlar ensarlardan burun iman etgan bolsa-mu, yurtiga hakim bolanmagaçqa, yurtining iyilik hukukunu qo'liga ololmagan bo'lgaçqa ve bu sebepten yurtidan qo'g'lab chiqarilgaçqa yoki yurtini tashlab ketishga qistilib hijrat qilishga majbur bo'lgaçqa Allah Teala ularni hicret kılganlığı için maqtisa, muhacirlarning hicret kılganlığı için Allah maqtisa, ensarlarni muhacirlardan burun yurtqa ve imanga yerleşken deb maqtaydi. Allah Teala'nın bu maqtishidan shuni ko'rib olishga bo'ladi ki, vatan ve iman qo'shkizak ve bir-biridan ayrılmaz bebaho go'harlardir. Xuddi insan, ruh ve bedenden ibaret iki faktörden terkip tapkızılıp yaratılgan bir canlılık boğunudek. Ve bu iki amil birbirinden ayrılsa, yani can ve beden birbirinden ayrılsa ölgünüdek, vatan ve imandan ibaret bu iki koş gizekler mi birbirinden ayrılsa ölüdü. Yani beden topraktan yaratılgaçka, öz saadeti üçün, öz cinsidan bo'lgan bir vatanga ehtiyoji bo'lganidek, ruhning öz saadeti üçün,
öz cinsinden bo'lgan bir ruhiy manbaga ehtiyoji bor. U ruhiy manba bo'lsa, butun koinotning yaratuvchisi Allohdir. Chunki ruhni Alloh taolo insonga o'z ruhidan pürdügeçken. İnsan ruhunun öz saadeti üçün öz mənbəsi bo'lgan Allohga bağlanışqa ehtiyacı var. Bedeninin öz vətiniga qandaq ehtiyacı bo'lsa, ruhning öz vətini bo'lgan Allohga bağlanışqa shundaq ehtiyacı var. Bedenning fiziklik nuqtadan öz vətiniga bağlanıb yoki yerleşib yashashga qandaq ehtiyacı bo'lgan bo'lsa, ruhning ma'naviy nuqtadan öz mənbəsi bo'lgan iymonga yerleşib və bağlanıb yashashga ehtiyacı var. Shuning uchun Alloh taolo insonlarni öz vataniga və iymonga ulardan burun yerleşganlar deb maqtagan bu oyatda. Bu oyatdan chiqadigan yana 3-chi bir nuqta bor qarindoshlar. 3-chi nuqta shu. Bu oyatda Alloh taolo vatanni va iymonni birga zikr qilish orqali tabavva'ud dara val iymani deb vatanni, iymonni birga zikr qilish orqali vatan va iymonning bir-biridan ayrilmas bir qo'shmaq qimmat ekanligini ifoda qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan bir mu'min uchun vatanning eng oxir qaytib keladigan ona quchog'i bo'lish kerak ekanligini ishorat qilgan. Ya'ni bir mu'min bir yerga hijrat qilgan bo'lsa, u mu'minning eng oxirgi g'oyasi shu vatanni dushmandan ozod qilib, shu vatanga qaytib ketish bo'lish kerakligi ishorat qilingan. Masalan, agar bir kishi bir yerga o'qishga chiqqan bo'lsa, masalan, Yevropaga deyli yoki Amerikaga yoki Kanadaga deganda o'qishga chiqqan bo'lsa, u kishining oxirgi g'oyasi shu vatanga qaytib öz vatandaşlarına xizmat qilish bo'lish kerakligi iymon qilingan. Shundaqla har qanday bir mu'min hijrat qilishga to'g'ri kelsa, masalan, hozir vatanimiz Sharqiy Turkiston Xitoy tajovuzchilar tomonidan ishg'ol qilinganligi uchun, u yerda butun haq-huquqlarimizdan mahrum qilinganligimiz uchun, Sharqiy Turkistonda musulmoncha yashash, iymon bilan yashash mumkin bo'lmaydigan bo'lg'achqa hijrat qilishga majbur bo'lamiz-ku. Shundaq hijrat qilgan vaqtimizda nega hijrat qilsak qilayli? Dunyoda bir hijrat qiladigan bir yer bormi yo'qmi bilmayman. Shundaq yoki hijrat qilgan vaqtimizda g'oyamiz nima bo'lish kerak? Men hijrat qilib, shu bizni qo'llaydigan insonlarning kuchi bilan kuchlanib, yana mush vatanga qaytib, mush vatanning mustaqilligini asliga keltirish uchun jihad qilaman deydigan niyatda bo'lish kerak. Shunda bo'lganda u hijrat bo'ladi. Bu misol so'g'ib chiqib agi tekkandaklar bir joyga hijrat qildim deb ketib, xalqning davlatiga ishlaganni hijrat degan bo'lmaydi. Agar bir kishi bir yerga o'qishga chiqqan bo'lsa, u kishining oxirgi g'oyasi shu vatanga qaytib o'z vatandoshlariga xizmat qilish bo'lish kerakligi iymon qilingan. Shundaqla har qanday bir mu'minning vatandan ayrilish sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, ish tugagandan keyin o'z vataniga qaytishi tabiiy bir insonlik va mu'minlik taqozosi ekanligi ishorat qilingan. Bu mazmunni nereden chiqaramiz? Alloh taolo bu mazmunni ifodalashda tabavva'u kalimasini qo'llangan. Vallazina tabavva'ud dara val imana min qablihim. Tabavva'u kalimasini qo'llangan. Bu kelime tefa'alu veznisidir bulup, bu kelimenin asli yıltısı ba'a fiilidir. Ba'a fiilidir. Ba'a kelimesi Kur'an'da nurgun yerde çıkıdı ve qaytdi degan ma'nolarda qo'llandı. Mesela faba'u bi ghadabin minallah. Allah'ın buyruğunu tanışmay, peygamberlerinin buyruqlarini tanışmay, tefriqçilikda özbeşimçilik qilgan insonlarning, Bani İsrail xalqining Allah'ın g'azabiga uchrab, g'azab bilan billa qaytganligi haqidagi qaytdi degan kelimani Rabbimiz oyatlarda ba'u kelimasi bilan ifodalaydi. Ya'ni ba'aning ma'nosi
qaytdi degan gap. Qur'onda shu ma'noda qo'llaniladi. Endi bu oyatdagi tabavva'u kelimasiga kelsak, bu kelime tefa'alu veznisida bo'lib, ba'a fa'ala veznisida, ma tebevve'e tefa'ala veznisida bo'lib, ani yıldızga tekellüp ve zorlaş ma'nosini qatadi. Mesela fa'alani qildi desek, fa'ala desek qildudi deb tarjima qilamiz-ku. Arabcha qoidada bir harflar qatilgandan keyin uning ma'no qatiladigan ish bor. Ba'a qaytdi degan ma'noni bildirsimi, o tabavva'ga o'zgargandan keyin ma'nosi o'zgardi. Tabavva'dan takalluf, zo'rlash ma'nosi chiqdi. Ya'ni tabavva degan nima degan gap? Ulardan burun yurtiga va iymonga yerlashgan ensarlar degan jumlada ensarlarning o'z vataniga ve imanga yerleşişi ularning iradesi bilen plani, ularning emgiki kuch chiqarishi bilan bo'lganligi ifodalanadi. Ya'ni ensarlarning Medineni vatan qilib turalishi ularning iradesi bilan bo'lganligi, ularning plani bilan emgiki kuch chiqarishi bilan bo'lganligi ifoda qilindi. Şundakla ensar buluş üçün ensar namzatlarının vatanning egilik huquqiga ve hakimiyetiga şundakla iman asası kurulgan bir ilahi ideologiyaga sahip buluş kerekligi işaret kılınır. Yalğız zalqı hicret kıldın deplan çıkıp muhacir boğulu olmagandek ensar ulaş üçün mü şartı var. Ensar ulaşның şartı nima? Ensar namzatlarının vatanning egilik huquqiga ve hakimiyetiga şundaqla iman asasiga kurulgan bir ilahi ideologiyaga, yani İslami aqidega sahip bo'lish kerakligi ishorat qilinadi oyatda. Chunki bu ishga amilning bir chalaqasa ensar bo'g'il bo'lmaydi. Masalan, kunimizda nurg'un qo'shni davlatlar bor, nurg'un qarindosh davlatlar bor atrofimizda. Mesela Kazakistan, Kırgızistan, bu nurgul devletler var. Pakistan'dan tatip. Nurgul Müslüman devletler var. Ularda devletin egilik hukuku boğunu bilen iman üstüge kurulgan bir ilahi ideologiya bo'lmag'achqa, İslami aqidega ega bo'lmag'achqa biz uchun ensar bo'lanmayotdi. Bo'lmasa etrafimizda devlet o'zimizdan qarindoshlar, Türk irqidan bo'lgan qarindoshlarimiz, İslam aqidasidan bo'lgan qarindoshlarimiz ularning davlati bo'lgan bilan sistema İslam ustiga qurilgan bir sistema bo'lmag'achqa, İslam aqidasiga qurilmag'achqa ensar bo'lanmayotdi bizning qarindoshlarimiz bizga. Ya'ni kunimizda nurg'un ilahi ideologiya ustiga yashaydigan musulmon xalqlar bor. Masalan, musulmon xalq bor, xalqda islomiy aqida bor. İslamni yaxshi ko'radi. Musulmonligidan faxrlanadi. Ammo ularda ilahi ideologiya va iymon bo'lg'ini bilan o'z davlatlarining egilik huquqi va hokimiyati ularning qo'lida bo'lmag'achqa, ya'ni ya hokimiyat ularning qo'lida bo'lmag'achqa, yanala ular bizga ensar bo'lolmaydi. Ko'ramiz ayni masalan Pokistonlik musulmon, arablar musulmon, turklar musulmon, indoneziyaliklar musulmon, xalq musulmon. Bu devlet xalqning qo'lida bo'lmag'achqa, ya'ni bizga ensar bo'lolmaydi. Demak, vatan va iymon bir-biriga shundoq bog'lanib ketganki, biri biridan ayrilsa, o'z funksiyasini ado qilolmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bu oyatda vatanni va iymonni birga zikr qilgan. O'xshash o'ringa qo'ygan ve müminlerinin her ikkilisiga sahip bo'lish kerakligini ensar bo'lishni shart qilgan. Shundaqla vatanni ve iymonni bir yerda birga zikr qilish orqali vatanni iymon bilan o'xshash darajaga chiqargan ve hatta vatanni iymondan burun zikr qilgan. Bunu deyishimizning sababi islom insanların imanını, dinini, aqidasini qo'g'dash uchun kelgan deb boshladik ya suhbatni.
bu oyatdan chiqadigan mazmun shu. Vatanni, iymonni biz zikr qilishning hikmati, ya'ni o'xshash o'ringa qo'yib bu ikkisini, mu'minlarning har ikkilisi sahib bo'lish kerakligini shart qilgan. Mu'min bo'lishimiz uchun, ansar bo'lishimiz uchun ham iymonli bo'lishimiz kerak, ham bir vatanga ega bo'lishimiz kerak. Iymonga ega bo'lmaganlar ansar bo'lolmaydi. Vatanning egilik huquqi qulda bo'lmaganlar ansar bo'lolmaydi. Hozir o'yinib baqayli qani. Dunyoda bir davlat musulmonlarning qulida bo'lib, agar u davlat islom bilan boshqariladigan bo'lib qolsa, biz mahalat qilmaymiz. Chunki u islom aqidasi u musulmonlarga bizga yordam qilishning farz ekanligini uningga deydi. Manda tashvit etmaysiz musulmonlarni de. Hozirgi dunyoda musulmonlarning xor bo'lishimizning sababi, ba'zi musulmonlarda vatan bor, egilik huquqi qo'lida emas, hokimiyat qo'lida emas. Ba'zi musulmonlarda islom iymon bor, hokimiyat, egilik huquq qo'lida emas. Bo'layotgan problem shu qarindoshlar. Shuning uchun islomda vatanning o'rni qayerda deb boshladik ya. İslam iymonni nerede qo'ygan bo'lsa, vatanni shu yerda qo'yaylik. İslam dini insonlarning iymonini qo'g'dash uchun kelgan deganlik. O'xshash chog'da yana islom dini insonlarning dinini qo'g'dash uchun kelgan deganlik bo'ladi. Chunki to'g'ri iymon va to'g'ri aqida insonlarga faqatla islom orqali yetib keladi. İslam dini Allah'ın dergahida qabul ko'rilgan birdan-bir muqaddas din bo'lg'achqa, mutlaq to'g'ri bo'lgan bir ilahiy qimmat qarash manzumasi hisoblanadi. İslam dini Allah'ın dergahida qabul ko'rilgan birdan-bir muqaddas din bo'lg'achqa, mutlaq to'g'ri bo'lgan bir ilahiy qimmat qarash manzumasi hisoblanadi. Shuning uchun ilahiy qimmat qarash shu hozirgi zamonda en to'g'ri qimmat qarashlarning to'plangan yeri islom. Boshqalarda bo'lishi mumkin pach-parat. Voy ma tarafı yaxshi ekan, u tarafı yaxshi ekan deydigan parchalar bu chiqishi mumkin boshqa dinlardan, boshqa madaniyatlardan. Ammo islomda butun qimmat qarash manzumasi islomga to'plangan. Shuning uchun butun haqiqatlar va to'g'ri aqidalar insoniyatga islom orqali oluşudu. Shuning uchun islom insonlarning dinini qo'g'dash uchun kelgan deymiz. Din qo'g'dalsa inson qo'g'danganlik bo'ladi. Din qo'g'dalsa insonning insonligi qo'g'dalgan bo'ladi. Bu nuqtani yoritish va dalillash uchun yana Allohning kalomiga qarab chiqaylik. Allah Teala nurgun ayetlerde din bilen vatanni o'xshash o'rinda, o'xshash ahamiyatni zikr qilgan. Demek İslam nazarida din ve vatan o'xshash qimmatga va o'xshash ahamiyatga ega. Chunki İslam dini insoniyatga rahbarlik qilish, to'g'ri yo'lga boshlash, xatoliklardan qo'g'dash ve Allah rızasına ulaştırış fonksiyonlari bilan insoniyatga xizmat qiladigan bir ilahi ve ma'naviy vositadir. İslam dini vosita qarindoshlar. Bu yerda maqsad inson. Allah insonni islom orqali kamolatga yetkazib, mukammallashtirib, o'ziga muxotab qilmoqchi. Şunun için Allah İslam'ni bir vasıflı insanlarga tushirdi. Şunun için İslam nima ekan? İslam dini insoniyatga rahbarlik qilish nuqtasidan, to'g'ri yo'lga boshlash nuqtasidan, insoniyatni xatoliklardan qo'g'dash va Alloh rizosiga ulashtirish funksiyalari bilan bu nuqtalar qaraganda
insoniyatga xizmat qiladigan, ya'ni insonga xizmat qiladigan bir ilohiy va ma'naviy vositadir islom. Endi vatan nima? Vatan insoniyatning islom dini orqali qo'lga keltirgan moddiy va ma'naviy mulklarini, boyliklarini qo'g'daydigan moddiy bir vositadir. Vatan nima ekan? Vatan insoniyatning islom dini orqali qo'lga keltirgan moddiy, ma'naviy mulklari va boyliklarini qo'g'daydigan moddiy bir vositadir. Endi islom ma'naviy vosita, vatan moddiy vosita. Beden bilan ruh birlashtirilgandek moddiy vosita bilan ma'naviy va vosita birlashgan vaqtida anandakin insonni uçuradigan, taraqqiy qildiradigan, kamolatga yetkazadigan holga keladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda dinni vatan bilan o'xshash maqomda zikr qiladi va insonlarning o'z baxti va saodati uchun bu ikki vositani qo'g'dish kerakligini ta'kidlaydi. Yana vaqt munosabati bilan mushahada turaylik qarindoshlar. Oxirisini keyingi videoda so'zlaymiz yana. Alloh hammamizni hidoyatiga boshlasın, hidoyati bilan to'g'ri haqiqatga boshlasın. Haqiqatni ko'radiganlardan qilsin. Alloh bizlarga haqiqatni ko'rsatsin va u haqiqatga ergishadiganlardan qilsin. Va Alloh bizlarni botilni to'liq ko'rsatsin, u botildan uzoq turadigan lardan qilsin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.